ikkinchi bob. Shunda qilib, olam butkul mavjudotlari bilan yoritilib bo'ldi. 7-kuni kelganda Xudo yoritish ishini tamomlab bo'lgan bo'lib, u kuni orom oldi. U 7-kunni baxtli kun qilib, uni muqaddas kun deb jakoladi. Chunki bu kun Xudo yoritishni tamomlab orom olgan kun edi. Parvardigor Xudoning olamni yoritishi jarayonida mundaq ishlar bo'ldi. Parvardigor Xudo olamni yaratganda yer yuzida o't ko'p va ziroatlar yo'q edi. Chunki Xudo texi yomg'ir yog'dirmagan edi. Shundaqla yer tiriydigan odammi yo'q edi. Ammo yerdan suv chiqib, bütün zeminni sug'adi. Ondan Parvardigor Xudo yerning to'pisidan odam otini yasadi va uning burnidan hayotlik nafasini puvladi. Buning bilan odam otiga hayotlik berildi. Parvardigor Xudo sharqdagi Eram degan joyda bir bog' barpo qilib, o'zi yaratgan odamni u yerga o'rnashtirdi. Parvardigor Xudo u yerda yana mevaları shirin va chiroyli har xil daraxtlarni o'stirdi. Bog'ning o'ttirsida alohida ikki tip daraxt bor edi. Biri hayotlik beradigan daraxt bo'lib, yana biri yaxshi bilan yomonni bildiradigan daraxt edi. Eram degan yerdan bir daryo eqib kelib, bog'ni sug'uratdi. Bog'dan chiqqan suv 4 ga bo'linadi. Birinchisi Pishon daryosi bo'lib, oltin chiqadigan Havilah degan yani aylanib o'tdi. U yerning oltinni sap. U yerdan yana kam uchraydigan xushpuroqlik devirqoy va yo'lliq eqiq chiqdi. İkincisi Gihon daryosi bo'lib, Kush degan yani aylanib o'tdi. Üçüncüsü Dicle daryosi bo'lib, Asurning sharqidan eqib o'tdi. To'rtinchisi Firat daryosidir. Parvardigor Xudo odam otini Eram boqqa ishlab, uni parvish qilsin deb u yerga qo'ygan edi. Parvardigor Xudo odam otiga amr qilib, bog'dagi mevalarni xolg'iningcha ye. Ammo yaxshi bilan yomonni bildiradigan daraxtning mevasini hargiz yema. Chunki uni yesam cho'qim o'lasan dedi. Keyin Parvardigor Xudo odamning yolg'iz yashashi yaxshi emas. Uningga loyiq bo'lg'idek bir yordamchi hamro yaratay dedi. Buning bilan Parvardigor Xudo yerdagi to'pidan yaratgan har xil hayvonot va uchar qanotlarni odam otining oldiga ularga ism qo'ysin deb keltirdi. Odam ota ularga qandoq ism qo'ysa, shundoq otilib keldi. Odam ota barliq uchar qanot va hayvonlarga ism qo'ydi. Vaholanki ularning orasida o'ziga loyiq bo'lg'idek birer yordamchi hamro yo'q edi. Shunga Parvardigor Xudo odam otini qattiq qultvatdi. U uxlayotganda Xudo uning bir tal qovurg'isini ilib, u yani uning go'shi bilan etib qo'ydi. Parvardigor Xudo og'an qovurg'i so'ngikidan bir ayol yasab, uni odam otining oldiga ib keldi. Odam ota xushal holda mundaq dedi: "Mana, endi so'ngiki mening so'ngikimdan.
Go'shi mening go'shimdan ilingan. Manga o'xshash xildagi biri bo'ldi. U ayol deb atalsin. Chunki u erdan ilingan. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. U chaqda odam oti bilan uning ayolining har ikkilisi yalang'och bo'lib, nomus qilishmaydi.